Bir savol. Agar mushuk gapira olganda, u bizga nima degan bo'lardi? Agar it yig'lay olganda, siz uni baqiriqli ovozini eshitgan bo'larmidingiz? Bu video hamma uchun emas. Ayrim ongsiz mavjudotlar uchun. Ya'ni mana shunday shirin, beozor jonivorlarga ozor berayotgan maxluqlar uchundir. O'zingiz ayting, shunday beg'ubor jonzotlarga qanday qilib vahshiylik qilish mumkin? So'nggi paytda ijtimoiy tarmoqlarda hayvonlarga nisbatan zo'ravonlik aks etgan videolar ko'payib ketmoqda. Bu faqat qonuniy masala emas, insoniylik masalasi hamdir. Mana bu insonga bir qarang. Necha yillardan buyon o'nlab mushuklar bilan birga yashaydi. Ular bilan birga ovqatlanadi, ular bilan birga xursandchilik qiladi. O'zi ham juda ham baxtli. Mushuklar ham undan juda ham mamnun. Hozir men shunday insonlar haqida gapiraman. Men aytishim joizki, bizni jannat makon yurtimizda bu jonzotlarni sevuvchilar juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Men bitta voqeani sizlarga aytib bermoqchiman. Yaqinda o'zim guvoh bo'ldim. 3 ta pensioner rus xolajonlari magazindan chiqishdi. Qayoqqa ketishyapti ekan dedim. Ucholovligi birlashib, bir mushuk bolasi ariqqa kirib qolgan ekan. Shu mushuk bolasini yarim soat kutishdi. U chiqqandan keyin unga suv berishdi, don berishdi, unga qarashdi. Qarang mehribonlikni. Nahotki biz yoshlar o'sha yovuzlik qilayotganlar shularga o'xshab bir dona don, yem yoki suv bera olmasak. Nima deysizlar? Butun dunyo bu jonzotlarga yordam berish, ularga boshpana yaratish, ularni ovqatlantirish, ularga mehribonlik qilish haqida o'ylayotgan bir paytda ayrim bizning insonlarimiz esa ularga zulm qilishyapti. Yashashga qo'yishmayapti. Bir dona kichik hazil uchun ularni hayotini barbod qilishyapti. Bu juda ayanchli. To'g'ri, bizning yurtimizda ularni sevuvchilar juda ham ko'p. Biz ularga qo'shilishimiz kerak. Ular uchun yangi uylar, yangi boshpanalar, yangi shifoxonalar qurib berishimiz kerak. Sababi bizning oramizda juda ham saxiy va shu borada juda ham yaxshi bilimga ega insonlar bordir. Albatta, biz bu hayvonlarga yordam bersak, ular bizni hech qachon unutishmaydi. Bizni sevishadi, bizni ardoqlashadi va eng yaqin do'stlari sifatida bilib, eslab qolishadi. Birlashaylik. Siz bir marta ham mushukni tepgan bo'lsangiz, afsuslaning. Siz agarda siz kuchukni urushtirib, chalajon qilib tashlab ketgan bo'lsangiz, vijdoningiz qiynalsin. Sizga aytyapman. Agar siz qaysidir hayvonni qiynab, unga azob berib o'ldirgan bo'lsangiz, tavba qiling va ularga yaxshilik qilishni boshlang. Shu gaplarimdan keyin Abdullajon filmini bir eslang. Hammani ketmoni uchsa-yu, meniki uchmasa. Mustafaqil cho'ponniki ham, Norqo'zi tajayniki ham. Faqat meniki uchmasa. Nega? Nima gunohim bor? Rais buvani ketmoni hech qachon uchmaydi. Nega? Siz hech qachon uchmaysiz. Nega? Chunki kechirib bo'lmaydigan jinoyat qilgansiz. Menimcha bu filmdagi parchaga izoh shart emas. Bir kuni uyda o'tiribman, Instagramda video ko'rishni boshladim. Yaxshi videolar chiqishni boshladi, keyin videolar yomonlashdi. Bir videoni ko'rdim. Biri mashinasidan mushukni tashlab yubordi va ustidan bosib o'tib ketdi. 2 kun oldin esa juda ham ayanchli videoga ko'zim tushib qoldi. Bir inson, bilmadim uni inson deb bo'ladimi o'zi, mashinasiga kuchukni bog'lab, uni azobladi. Uni juda ham qiynab tashladi. Buni tasvirga olayotgan insonlar esa bunga chiday olishmadi. Shunaqa gaplar. Biri bo'g'ib o'ldirsa, biri tepib o'ldiryapti. Bu kulgili holat emas. Bu jamiyat uchun xavotirli signal. Bilmadim. Shu videolardan keyin 3 kun uxlay olmadim, to'g'risi. O'zimga kela olmadim. Ichim g'alatilashdi.
Va o'zi men bugun boshqa video olishim kerak edi. Shu videoni olishga qaror qildim. Bir narsani so'ramoqchiman. Nima, har bitta jinoyat uchun jazo bor. Bu uchun jazo yo'qmi? Balki jazo qo'llanayotgandir, lekin biz buni ko'rmayapmiz. Iltimos qilaman. Agar jazo qo'llanayotgan bo'lsa, buni ochiqlang. Buni hamma ko'rsin. U bilmadim. Inson ham deyolmayman. U mavjudotlar jazoga loyiq. Shunday ekan, iltimos, rahmli bo'ling. Axir ular insonni do'stlari. Tosh otding. U esa dumini likillatib sen bilan o'ynamoqchi edi. Uni tepding. U esa seni qo'lingdan mehr kutgandi. Senga qarab tikilib qoldi. Men senga nima qildim? Javobi esa sukunat bo'ldi. Hayvon ham jon, u ham sezar dardini. Nega? Nega sindirasan uning qalbini? So'zlay olmasa ham ko'zida yosh bor, mehr kutar sendan har bir beozor. Bu video prosmotr uchun emas, lekin imkon qadar bu videoni tarqating. Keling, birlashaylik va biz do'stlarimizni qutqarib qolamiz. Agarda siz yurtimiz ko'chalarida hayvonlarga nisbatan qilinayotgan zo'ravonliklarni ko'rib qolsangiz, albatta ichki ishlar xodimlariga xabar bering. Befarq bo'lmang. Zero bu yurt barchamiznikidir. Tasavvur qiling, ko'chada ketyapsiz. Kimdir sizga tosh otdi. Hech narsani tushunmadingiz. Ular ham tushunishmaydi. Bir tepki butun umrlik qo'rquvni uyg'otadi. Bir mehr esa butun umrlik ishonchni. Mehr bu vaqt emas, bu pul ham emas. Bu tanlovdir.